Vodiydagi ustalardan yangilikda qattig'i. Jilamni qoqib beruvchi, o'chirib qo'yaveringlar buni. Sifatini bir tekshirib ko'rasizlar, tashlab beradi. Qo'sh ketdi. Hatto shifoko'lovkasi ham ko'chgan xolasanglar yana bitta ko'tarib tashlab ham beraveramiz. Bu narsa bunaqasidan hali hech kim yasamagan. Mana Anjalik holatlarni ko'ryapsizlar. Endi nari holatlarni ko'ringlar. Bu nimadan yutadi buni o'rnatgan? Bu vaqtdan yutadi, puldan yutadi. Suvdan ham yutar. Masalan, 3 kunlik gilamni 1 kun davomida yuvib olsa bo'ladi shu orqali. Mana gilamni ko'ryapsizlar, tozalagan holatini. Eng qizig'i qizil gilamni tanlaganmiz, changni bilinish uchun. Gilamchilar o'zi biladi qizil gilamdan qanday chang chiqishini. Akalar, narxi 3000 dollardan 6000 dollargacha qarab yasa beramiz. Rasmiga qarab so'ra. Eng full holatda esa mijozlarni so'ragan turbali holatda. Turbalikda tushunishadi nimaligini. Ancha-munchaga bo'lmaydi. Mijozlar taklifiga qarab lazer uskunalar, lisakitlar, plazma rezalar olib, yana ham rivojlantirdi. Endi katta ob'yomni ishlab chiqara olamiz. Sifatli ham obordinalar chiqarib beraveramiz. Murojaat qilaverasizlar. Yomon ekan mobil. Bundan tashqari mana sentrifugalarimiz ham bor. Sentrifugalar ham shu sifatli lazer orqali zo'r yasalyapti. Qancha ob'yomda qilib beraveramiz. Murojaat qilaverasizlar. Akalar aloqaga chiqasizlar. Bizning nomimizdan chiqsalaring yaxshigina bonuslar qilib berishadi.